Eronning sobiq prezidenti Mahmud Ahmadinejodning rasmiy ijtimoiy aloqa hisobidagi xabarlarga qaraganda, universitet o'quvchilari bilan ko'rishgan sobiq prezident Uyg'urlar haqida to'xtaldi. Ahmadinejod Xitoyni Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan va Eronni buningga sukut qilish bilan ayblab mundoq dedi. Hozir Osiyoning markazida Uyg'ur rayonida irqiy qirg'inchilik jinoyati olib berilmoqda. Ularning naslini yo'qotish uchun ayollar va bolalarning beshiga har xil avorchiliklar kelyotidi. Kishilar bu gapdan nomus qiladi. Ular o'zlarining bu dunyoda mangu qoladiganligini va javobgarlikka tortilmaydiganligini o'ylaydi. Tehron hukumatidan Xitoyga qarshi turishni talab qilgan Ahmadinejod tuvandagi bayonotlarni qo'llandi. Qiziqarli yeri shuki, biz o'zimizni musulmon, ziyonkashlik va takabburlikqa qarshi turamiz deb da'vo qilamiz. Nemishqa bu ahvolga qarshi sukut qildik? Bu jimjitlikqa qarshi nima beraldi? U yerda ziyonkashlik, qotillik bor. Bu yerda bo'lsa jimjitlik. Nemishqa ogohlantirmaysizlar va e'tiroz bildirmaysizlar? Amerika va Yaponiyaning tashqi ishlar va davlat mudofaa ministrlari o'tkazgan ikki qo'shilgan ikki boshliqlar yig'inida Xitoyning sharqiy va janubiy dengizidagi hozirgi holatni tek taraflik o'zgartirish urinishiga qarshi hamkorlikni davomlashtirishga qo'shilish bilan bir vaqtda erkin va ochiq Hind Tinch okean rayonini nishon qilish va'dasi qayta ta'kidlandi. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken va davlat mudofaa ministri Austin tunji qatim chet elga qilgan safarining bir qismi sifatida Yaponiya tashqi ishlar ministri Toshimitsu Motegi va davlat mudofaa ministri Nobuo Kishi bilan ko'rishdi. Aloqalardan keyin e'lon qilingan birlashma xitobnomada Yaponiyani Amerikaning mudofaa qarmog'iga qo'ygan Yaponiya-Amerika o'zaro hamkorlik va bexatarlik shartnomasining 5-moddasining Senkaku orolini o'z ichiga oladiganligi eskartildi. Hind Tinch okean rayonini ichish hamda u qonunni asos qilgan xalqaro tartib nishoniga bo'lgan va'dasini saqlaydiganligini qayta ta'kidladi. Amerika va Yaponiya ministrlari ikki qo'shilgan ikki boshliqlar yig'inida Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligi kun tartibda bo'lib, Beyjingning Hong Kong va Sharqiy Turkiston rayonidagi kishilik huquq dafsandichiligiga bo'lgan andishisini o'rtoqlashganligini bildirdi. Xitoy virusga qarshi tadbirlarni yanglab chet eldan kelgan bir qism ziyoratchilarga ishkini ichishni boshladi. Ammo viza olish uchun cho'qim Xitoy yozgan vaksinani urg'izgan bo'lish kerak. Xitoyning Anqaradagi elchixonasining organ to'rida e'lon qilingan bayonotda mundaq deyildi. 2021 yili 15 martdan boshlab Xitoyda ishlangan koronavirus vaksinasi emlatgan va Sahiyya ministrligining vaksina guvohnomasini olganlar viza iltimosi qila oladi. Mayli qaysi turdagi viza bo'lsin, viza iltimos qiluvchilar cho'qim Xitoy vaksinasi emlatgan bo'lishi kerak. Xitoyning Amerika, Italiya va Hindiston qatorliq davlatlaridagi elchixonalari o'xshash bayonotni o'rtoqlashdi. Holbuki nurg'un davlatlarda Xitoy vaksinalari davolash apparatlari tarafidan tasdiqlanmadi. Xitoyning Hong Kong va Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga jazo yurgizishga tayyorlanayotgan Yevropa ittifoqiga inkas qaytardi. Beryosildagi Yevropa siyosat markazi uyushtirgan faoliyatda Xitoyning Yevropa ittifoqidagi doimiy vakili bosh elchi Zhang Ming bayonot e'lon qildi. Zhang Ming mundaq dedi: "Yolg'onni asos qilgan jazoni Xitoyning bexatarligini ongli holda ojizlashtirishga urinish deb izohlashga bo'ladi." Beyjingning jazoni qarshilashish deb izohlaganligini bayon qilgan Zhang Ming Yevropa ittifoqining qarorini qayta o'ylashini umid qiladiganligini aytdi. Yevropa ittifoqi kelar haftaning 5-dan boshlab har qaysi davlatlarda kishilik huquq dafsandichiligiga chetishliq nurg'un kishilarga jazo yurgizishga boshlaydi. Bu davlatlar ichida Xitoy bor. Jazoga asosan har xil shaxslarga sayohat cheklamasi qo'yiladi va ularning Yevropa ittifoqi ichidagi mol-mulklari to'latiladi. Mudofaa, bexatarlik va tashqi siyosat qatorliq sohalarda umumyuzlik yangi tadbirlarni yo'lga qo'ygan Angliya, Xitoy va Rossiyaning tahdidiga qarshi hozirgi yadro qurollarini taxminan %50% oshirmoqchi. London hukumatining yaqinda yangi strategiyasini e'lon qiladiganligi mo'ljallangan bo'lib, planda yadro o'q beshining sonini 180 dan 262 ko'paytirishni planlagan. Egilenishicha, London hukumati yaqindan buyon Beijing va Moskva bilan josuslik, tor hujumi va kishilik huquq masalasida texnik ko'p diplomatik munosabat o'rnatgan.
Bununğa asosan Angliya Rossiyani aktiv tahdid, Beyjing hukumatini texmo sistemalik raqib deb aniqlama bergan.